Rivoyat qilinishicha, qiyomat kunida birinchi bo'lib namozni tark etuvchilarning yuzlari qorayadi. Jahannamda lam deb nomlanmish ilonlar darasi bo'lib, har bir ilonning yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek, uzunligi 1 oylik masofadek bo'ladi. Ular namozni tark etuvchilarni chaqadilar. Uning zahari namozni tark etuvchining jismida 70 yil qaynaydi-da, so'ng uning go'shtlari erib tushadi. Yana bir rivoyat borki, bu har qanday insofli odamni hidoyat ko'chasiga chorlaydi. Bani Isroillik bir ayol Muso alayhissalom huzurlariga kelib, "Ey Allohning elchisi, men ulkan gunoh qilib qo'ydim-da, bu gunohimdan Alloh taologa tavba qildim. Allohdan tavbamni qabul qilib gunohimni mag'firat etishini so'rab duo qiling" dedi. Muso alayhissalom undan "Nima gunoh qilding?" deb so'ragan edi. U "Ey Allohning payg'ambari, men zino qilib bola tug'dim-da, so'ng uni o'ldirdim" dedi. Shunda Muso unga "Chiq bu yerdan, ey fojira, yana kasofating tufayli osmondan